Qaramamsan aldıraşçılıqda gülmeyeli olmaptımı? Voy bo'ldi qiling, avval tingichaman yangi vason, andin nima sovuq qilsangiz bo'ladi emasmi? Tez mayli. Hay, ana Bakri. Hey, burada. Ha? Adaş. Qandaq ahvoling yaxshimi? Yaxshidingmi, og'ina? Yaxshi, Adaş, yaxshi. Avval men kirgach turay, ishkinglar paranglashaveringlar. Men kirib ketdim. Ma'qul. Tunji balam bo'lgandan bakka jiddiyleşib qoldim jinim Adaş. Jiddiyleşme jinim Adaş, hech qisi yo'q. Cho'qim salomat yengeydi. Yengem bak qaysar bilsan-ku. O'g'il shu, lekin o'g'il tug'si bo'ladi Adaş. O'g'il tug'ishini bakla orzu qilaman. Undaq dema Adaş. Mayli qanaqli bo'lsin, u sening bolang emasmi? Ha? Undaq dema. Shundoq bo'lsa, o'g'il bo'lishini bakla orzu qilaman. Undaq dema, ha? Opam kel. Voy. Ha, o'g'lim yaxshimi? Opa, qandaq bo'ldi? Qizmikan, o'g'ilmikan? Ha, muborak bo'lsin. Bolam qizkan. Qizmikan? Ay. Bo'ldi, xo'sh. O'g'il tug'amikan desam, qiz tuqqanni qarmamdigan. Ajab ichim siqdi. Sen meni eng yaqin do'sting qatorida ko'ramsan. Albatta ko'rma. Sen meni qarinishimga o'xshash. Nima bo'ldi? Agar men seni ursam, ma'qullik beramsan. Bu nimdigina? Nima ish qildi? Ha, oldim. Sizga eski markasdagi bir yurish mahsulotlarni setib oldim. Nima? 12-oy 12. Xo'sh, 12lik bevos ko'rsish qilamdikan? Ajab yaxshi. Agar ma'qul, u vaqtda men cho'qib fursatni qo'ldan bermay, sizga ko'plagan mahsulotlarni olib berman. Bo'lindi. Men sizga sal turib telefon qilay, ha? Sen meni yaqin do'sting ko'ramsan yo'q. Albatta ko'rma. Sen meni qarinishimga o'xshash. Ali! Qo'limni tusha. Bu ishki shaplaqni sababini deb beraymi? Birinchida, onang sen telefon qilganda balangning qiz yoki o'g'illigiga ko'ngil bo'ldi. Bu sening birinchi xatoliging. Ikkinchi xatoliging bo'lsa, sen balangning qiz ekanligini bilib, nihoyatda mayuslanding. Bu sening ikkinchi xatoliging. Mayli balang qiz bo'lsin yoki o'g'il bo'lsin, salomat dunyoga ko'z ochishi yetmamdi. Nurg'un oyliklar bor, nurg'un ayollar bor. Ular bir farzandlik bo'lolmay nimishlarni qiladi bilamsan? Oilasida bir farzand yo'q. Ularning oilasidan mehr ko'tarilib ketibdi. Sen shuni bilamsan? Sening bola mayli qiz bo'lsin yoki o'g'il bo'lsin, salomat tug'ilishi bo'ldi emasmi? İkinci çoğun hatalıqın bolsa, sen ayağlarına tuğutun selamet çıkan çıkmağılığın sorab mı koymadı? Burada, İsa'nda çın tut. Tuğut degen, kaş bilen kirpiknin oturduğu ölümün dibi. Şunu unutkanma. Tuğut degende yaki can çıkıdı yaki bala. Şu İsa'nda bolsun ağini. Sen balağına kız emes oğul tuğuluşunu arzuqladın şunak mı? Lekin şunu oylab baktın mı yok? Seni tuqqan ana, o mu bir kız? Senin adan mı del kız? Sının mı kız? Hatta ki sana hayatını, barını atığa, eğer köllürünü sen taşlap yatmagan ayalın mı kız? Bunu unutup mı? Sana mundaq bir teklif berek. Sen balanın kız doğulğanlığını bilirsin. O ne? Bakın yok şundak mı? Emsin bana bak, ben bakın. Eğer ben bekardım veremdim desem, kızını mahsetip bak. Bu ishkisi urushib qolibdi nima? Soqchig'im ma'lum qilib, agar qizimga yana til tekkizadigan bo'lsam, sana jinimni tikib qo'yaman. Bana kerakligi dal mushu. Mana bu mening do'stim. Mana mushunda bo'lishing kerak. Mayli balang qiz bo'lsin yoki o'g'il bo'lsin, saqsalanma dunyoga ko'z ochishi yetdi. Nurg'un ota-onalar doktorxona bolalarni biqib turadi.
nurg'un kasal bilan tug'ilganlar bor. Ularga qaraganda bizning kunlarimiz ming yaxshi aqini. O'zimizda bor kunni qadrlashni bilaylik. Bo'lamdi. Qarab tursan-ku. Bo'p. Yürü, qizimizni ko'rib chiqaylik. Ha, yürü. Ay, mana bu haqiqiy do'stlik. Odam xatolashgan vaqtida do'sti uning uchun aynak bo'lib, xatoligini tuzitib beradi. Dushman kuldirib aytar, do'st yig'latib debdikan. Do'st qanlar ko'z tegmasin.